Olam uzra yagonasan qalam qoshliging. Ha do'stlar, uy kerak bo'lyaptimi yana? Mazdagina old soti, ha? Yana nima kerak? Suv sveti ham bor, gazi ham bor, ha? Yo'lda bo'yda. Shunaqa uy kerak bo'lyaptimi? Ha, unda kutib turinglar. Mana shu anorni putab olay. O'zi uzumni putamiz, do'stlarim. Mana shu uyimiz sotilar ekan. Yoshligim. No soul in my body. Assalomu alaykum do'stlar. Mahalla yuzlab yurolmasa, operator Bekka kanalini ko'rsanglar, zo'r uylar sizlarga chiqaradi do'stlarim. Ha, hali o'zim ko'rmagan uylarni sizlarga chiqarib. Kelaman-da uy to'xtang. Shuni internetga qo'yib olay deyman do'stlarim. Bu safar sotilayotgan xonadonimiz 6 sotidan iborat. Ha, Papanskiy ko'chasi 9-xonadonimiz. Adresimiz Qirg'iziston, O'sh shahri, Unadirga chiqasizlar. Aynan kanalda bo'yiga kelganinglarda o'zi yangi asfalt tushib qolgan, ya'ni 10-marshrutklar yo'li chap qo'lga kanalda o'tiblar. Shu chap qo'lga burilganlarda ana aka olib berib qo'ying. Ana o'zimiz mana shu bir Kurgovoy bor, hamma biladi, Kurgovoy ana. Shu Kurgovoyda oldidan kelganinglardagi ushbu bir 4-sanasi bir 4-uyda shu Kurgovoydanchi mana. Oldimizda mana qo'shnimiz Badr masjid bor. Ko'rinib turadi. Aka keling-da. Mana. Keling aka. Yaxshimisizlar? Ana. Mana masjidni gumbazlari ko'rinib turibdi, aka berasiz. Yaqinlashib kelsangiz ham bo'laveradi. Ana dom, kanalda o'zi bitta dom tushyapti. O'na. Domimiz ham ko'rinib turadi. Yo'l bo'yi ana mashinalar yurib tashir Kurgovoy bo'ladi. Jat topolmasanglar, hali Farhod aka videochimiz bo'lardi. Shu Farhod aka videochini bir 4-eshigida qo'shnisi bo'ladi mana. Ana. Yaqin juda ham do'stlarim. Aynan ushbu 6 sotilik xonadonimiz bugun sotuvda. Mana shu yo'limizdan tevaga chiqsak, do'stlar, Fetchenki maktabga chiqib qolamiz. Uchastkavoylar bor. Bu yerdan tutsanglar ana kanalni bo'yi, yo'llari zo'r do'stlarim. Suv svet gazlari bor. Mazam bu yerda yashash? Zo'rda. Mazam yashayapsizlarmi? Ha? Sinosdan ancha uzoqda. Egasi aytishi bo'yicha Sinosdan ancha uzoqdamiz. Chunki bu mahalla katta mahalla, buni bilasizlar. Haligi bayram kunlari, Navro'zlarda oldimizda dorilar bo'ladi. Bola chaqalar ma'dan tomosha qildirib qo'yib dorilarda. Mana Sinos do'stlarim bilan bilmayman, bu katta mahalla, mashaqachi keladi deyishdi mana. Buni bu yog'i endi o'zi yo'l katta. Chunki buni bu yog'i inshaalloh do'stlarim o'zingizlarga mana yerda o'tirib, mana agorotlarimiz bor. Uzum deysizlarmi, gilos deysizlarmi? Bismillah deb xonadonimizga ham kirib oldik. Bu yerimiz yopiq robotxona. Do'stlar, fura ham sig'adi. Men bilmayman, nimcha katta. Do'stlar, hojatxonamiz bor ekan kirganimizda. Voy, mashalloh, bu xonadonni qaranglar go'zalligini do'stlar. Qadrdonlarim men bo'lganimni sotmasdim to'g'risi. Ha, endi zarlarga sotilyapti do'stlarim. Zudlik bilan lekin qadrdonlar. Bu qaranglar, yo'lni bo'ylariga yaqin suv, svet, gazlar bo'lsa, endi nima kerak do'stlarim? Mevali daraxtlarimizgacha, uylarimiz salqin, bog', maktab, ana Fetchenki maktab, Nodira maktab. Nima kerak do'stlarim? Ana kanalni bo'yi, bir qadam magazin do'stlarim. Zo'r voy. Mana bu yerlarda ham joylarimiz bor. Mana daraxtlar, bochkalarimiz, o'z suv ham bor. Mana bu yerda kladoklarimiz. Ya'ni mana ham bir 4 tacha xonamiz bor ekan. Bu xonalarga kirmay qoraylik do'stlar. O'zingizlar kelsanglar, ko'rib olasizlar. Mana bu yerda xolasanglar rom qo'yasizlar, mana akvaromlarda. Xolasanglar qo'ymasanglar ham bo'laveradi mana. Yomg'ir chachib tushmaydi ekan, chunki o'stirmalarimiz uzun qilib qilingan ekan. Mana bu yerda chiroyli xonalarimizni ko'rsatib beramiz. Mashalloh, do'stlar qaranglar, dom. Kvartira bor, domlar. Haligi. Birinchi house degan domlardan. Bismillah. Bu to'g'rida mana kuxnyamiz bor ekan. Do'stlar ko'ryapsizlar. Mana gazlarimiz, suvlarimiz kirgan bu yerimiz kuxnya ekan. Mana bu yerdan qaraydigan bo'lsanglar mana mahallamiz, ya'ni katta yo'lni bo'yi ko'rinib turadi. Kanalni bo'yida do'stlar. Undan tashqari katyolimiz ham bor ekan mana. Katyol yoqadigan bo'lsanglar, xonalarimiz isiydi ekan va bu esa yana bitta xonamiz, bu xonamiz esa detskiy xona qilib qo'yishdi hozirgi kunda. Bu xonamizda ham mana romlarimiz tushgan. Bu xonamizda ham remontlari toza. Remont qilmaysizlar ekanda, kirasizlar, maza qilib yashaysizlar. Endi do'stlarim, mana bu yerda ichkari kirmay qolamiz. Yana bitta chiroyli xonamiz bor. Kelinglar. Endi bu yerdan chiqamiz.
Endi kelinglar do'stlar, mana bu yerlarda ham yana ikkita xonamiz bor. Bu ya'ni birinchi xonamiz bo'lyapti va eshiklarga e'tibor beringlar do'stlarim. Yangi qilingan ekan. Va mana bu esa aka, olib berasiz, yana bitta xonamiz. Mana bu yerda ham misol o'zini hojatxonasi bor ekan, bu yerda dushi bor dedi va bu ya'ni ochiq so'rimiz. Endi boya sizlar ko'rsatgan mana ya'ni hovlimizdan shunday burchakda. Mabododa do'stlar, mabodo ayollar kiradigan bir endi to'ylarda o'lim yetimlar bo'lgan mahalda mana eshik ochib qo'ysanglar, shu yerdan ham bemalol kirib chiqsalar bo'laveradigan. Misol ayollarda va podvalimiz qaranglar. Bu podval bo'lib, podval emas, buni anaqa nima deb qo'yadi, bir skladmi yo bir bilyardni stolni qo'yib qo'yasizmi, bir shinavanda bo'lsangiz aka. Ha, o'zingizni bir haligi yaxshi ko'rgan narsangizni qilaman desangiz. Mana do'stlarim, yo'lni bo'yiga yaqinda bir sexlar qilinglar mana. Pol bo'lib, mana yog'och emas, plita qo'yilgan ekan. Juda ham moshni bo'lgan, qaranglar podvalimizni. Qirg'iziston O'sh shahri Unadirda, ya'ni kanalda bo'yida, o'zida Badr masjidining ro'parasida joylashgan ushbu 6 sotiylik xonadonimizni sizlarga pulni aytadigan bo'lsak, sizlar uchun 140 ming dollar kami bor. Yaxshigina kami bor. Zudlik bilan sotilyapti. Shoshilib qolinglar do'stlarim. Telefon nomerlarimizni yozinglar. 0755 bilan 04 29 21. Qaytaraman, 755 bilan 04 29 21.